Oyim kelyaptilar, turing bozorlik qilib keling uyga. Nimaga keladilar? Og'zingni yop, jim tur. Men o'zimga bozorlik qilib keldim. Kuyovjon qimirlamang joyingizdan. Assalomu alaykum, keling. Kuyovjon, pensiyamni to'plab sizga olib keldim. Oling. Nima qilaman uncha pulni? Nima qilsangiz qilasiz, sizga shu pul. Urre! Yaxshi o'tiribsizlarmi? Olib qo'ying, qizim ko'rmasin. He, qaynona kimni olib kelasiz uyga? Usta olib keldim sizga. Men bilan navis qilib beraman, kuyov. Ertaga brigada gaplashdim, men bilan travitintin qilib beraman sizga. Bo'ladimi? Bo'lsing, davay. Hayotim, tug'ilgan kunimga shu tilla soatdan olib bering. Keyin kelib beraman, qo'y. O'tgan yil ham keyin keldiganingiz olib bermadingiz-ku. Asabiga tegma kuyovimni. Hey, molparast. Ha, shuni bu. Bu kuyovim sen bilan chidab yashab kelayotgani uchun haykal qo'yish kerak. Ha, haykal galamay turaman bunday qilib. Ya tilla soat deysan, kuyovimni o'zi tilla-ku. Git bir cho'p. Yo'l. Dutor chalib o'ltirsam, kuyovim uxlar yonimda, shirin tushlarni ko'rib. Qaynona boshqasini ayting, uy kelmayapti. O'ylama mani, mana vaqtingga o'ylab, sinadi mani, ey katta kuyovim, uxlasin mani. Biz ham mana bunaqa oilalarga o'xshab dam olishga chiqaylikmi ndo? Boramiz biron-ku. Qachon? Ana shuni bilib narsalaringizni tayyorlab qo'ydim. Mana sizga bir kishilik bilet. Bir kishiga buchi. Endi o'rmonga o'tim bilan masda kuyovjon, buni joy oshxonada. Boring o'zingiz dam olib keling. Qaynona qayga olib kelyapsiz? Sergeliga mashina bozorga ketishda o'ng qo'lda so'ya Sergeliga yuring. Kuyov, ko'zingizni oching, sizga mashina sovg'a qilaman. Qanaqa moshin? Tanlaysiz hozir. Xolajon, hozirgi paytda S06 modelimizga 45 million skidga ketyapti. Yana qanaqasidan bor? Ko'rib turgan crossover S07 modelimizga bo'lsa, salkam 50 million chegirma e'lon qilingan. Xolajon, ko'rib turgan mana shu bahaybat S09 modelimizga bo'lsa, 65 million chegirma ketyapti. Ana shuni bering, kuyov sizga. Rahmat. Rahmat qaynona. Men ketdim uyimga. Bizga bormaysizmi? Bir yilda bir borsam bo'ldi, yo 2 yildami? Hamma narsani tayyorlab beraman, siz